Tekinga ishlamayman. Jahongir Otajonov yashirin muammolarni ochib tashladi. Hozirgi videorolikimiz aynan shu haqda. Kanalimizni birinchi marta ko'rib turgan bo'lsangiz obuna bo'lishni va video ostiga like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Xonanda Jahongir Otajonov san'atkorlarga soliq joriy etilishi, O'zbekkonsert bilan munosabatlar va majburiy xizmatlar haqida o'z mulohazalarini bildirdi. San'atkorlarga soliq joriy qilinmoqchi ekan, men bu yurtning farzandi sifatida davlatimga, o'z uyimga pul to'lashga tayyorman. Bunga qiynalmayman. Ilohim qurbim yetsin ham. Bu joriy qilinsa tartib qanday bo'ladi? U paytda fikrim qanday o'zgaradi? Buni vaqt ko'rsatadi. Lekin soliq imkoniyatim darajasida bo'lsa, bajonidil to'layman. Chunki bu pul o'zimning yurtimga sarflanishini bilaman. Lekin bir savol tug'iladi. Biz soliq to'lagach, O'zbekkonsertning vazifasi nima bo'ladi? Mustaqil ijodkor sifatida ular bilan aloqa qilmaslikning iloji bormi? Avvallari litsenziya bor edi, solig'i arzimagan pul deyishardi. Xo'p, endi soliq to'lovchi ekanmiz. O'zbekkonsertdan qutulsa bo'ladimi? Musiqachi sifatida bu tashkilotning keragini umuman his qilmayman. Aksincha, ba'zan faoliyatimizga xalaqit qilishi mumkin. Xizmatga chaqirishadi. Borolmasang muammo chiqadi. Buni hammamiz yaxshi bilamiz. Yo soliq to'laylik, yo O'zbekkonsert bilan hamkorlik qilaylik. Haq-huquqlarimiz to'liq himoyalanishini xohlayman. Shaxsan men huquqlarim ular tomonidan himoya qilinadi deb hisoblamayman. To'g'ri, hozir majburiy ishga jalb qilishmayapti, lekin avvalgi tizimdan qolgan psixologik travma hali ham bor. Bironta to'yga bora olmasak, litsenziyadan mahrum qilishardi. Shu sababli jinoiy javobgarlikka tortilgan paytlarim ham bo'ldi. Hozirgi rahbarlar hurmatimizni joyiga qo'yishadi, lekin ulardan telefon bo'lib qolsa, hali ham ichimda yana nima deyishar ekan degan xavotir uyg'onadi. Biz san'atkor sifatida shu yurtda mazza qilib yashayapmiz, yo'llardan foydalanyapmiz, hayotimdan mamnunman. Agar buning uchun topgan pulimdan qanchadir qismini berish kerak bo'lsa, bosh ustiga, faqat bitta shart bilan, meni hech kim bezovta qilmasin. Bir soliq to'lovchi sifatida mustaqil bo'lay. Mana bu yurtda tadbir bor, anavi vazirning to'yi bor deyishmasin. Nega men kimningdir to'yiga tekinga borishim kerak? Mayli, boraman, lekin mehnatimga yarasha xizmat haqqimni berishsin. Biz shunday o'rganib qolganmiz. Tepadan aytishdi deyilsa, bormasak bo'lmaydi. Menga farqi yo'q. Kim bo'lsa ham ashula aytib beraman. Faqat haqqimni berishsin va davlatga ham soliqni to'laylik. Masalan, Jahongir Otajonov 200 millionga to'yga borsa, bu summaning ichida xarajatlari, sozandalar haqqi, apparatura va kliplar sarfi bor. Mana shu xarajatlardan keyin qolgan sof foydadan mana buncha soliq to'la deysa, bu mantiqqa to'g'ri keladi. Lekin ham tekinga borib, ham soliq to'lasak, bunda mantiq qolmaydi. Tartib bo'lishi kerak. Ba'zan dunyo yulduzlari soliq to'lamay jinoiy javobgarlikka tortilganini eshitib qolamiz. Bizda ham shunday bo'lsin, mayli, lekin ularni biroz bezovta qilmaydi. Meni ham O'zbekkonsert tinch qo'ysin, tepadan aytishdi deb majburlamasin. O'sha to'yga chaqirayotgan odamlar qaysidir qo'shig'imga bitta bo'lsa ham nota yozib berganmi? Pulini bersin, xizmatini qilaman. Bir kuni menga O'zbekistonda Navro'z tadbirlari bo'lyapti. Xalqqa xizmat qilish kerak deyishdi. Meni xalqqa tekinga xizmat qilishga da'vat qilayotgan odamning o'zi o'sha kuni oylik olyapti-ku. Agar xalqqa xizmat bo'lsa, u ham o'sha kuni oylik olmasin. Men ham tekinga ishlayman. Hammamiz xalqqa xizmat qilyapmiz. Hammamiz shu orqali ro'zg'or tebratib, uyimizga non olib boryapmiz. Agar hamma narsa tekin bo'ladigan bo'lsa, unda hammamiz bir-birimizga tekinga xizmat qilaylik, deydi xonanda.
Agarda sizga mashhurlar hayoti qiziq bo'lsa, bizni kuzatishda davom eting. Obuna bo'lishni va videoga layk bosishni ham unutmang.